Assalomu alaykum Parvoz aka-ukalar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Ahli oila, duogo'ylar, yangi yillarni qalay o'tkazdingiz? Zo'rmi? Qorbobolar ishi taqilashmadimi? Joyingiz sog' bo'lsin, musofirda aka-ukalarimiz, hammangiz sog' omonmisizlar. Hop, bek o'tib olasiz. Bir hammadan olaman videoga. Aka, videoga olsam ko'pchilik qo'shadi-da. Mana Marg'ilonlik bitta akamiz menga video qilib o'zlaridan tashlaganlar. Men to'g'risi telefonda gaplashganimda o'shalarga aytdim, ovozlari yosh kelyapti. Ilyos bey dedilar, pensiyamdan dedilar 200 ming pulim ortib qoldi, shu tashlayman sizga dedilar. Tashlayman, o'shanga nechta tuxum kelsa o'shani bering dedilar. Men bitta tuxum berib yubormayman. Ovozlari yosh. Shundan keyin men aytdim, aka dedim, nimaga dedim pensiya, qanaqa pensiya, ovozingizdan yoshga o'xshaysiz. Nimaga desam, nechinchi guruh nogironlar mana fizik holatlari talabga javob bermas ekanda. Keyin aytdilar, menga dedim holatingizni video qilib tashlang dedi. Video qilib tashladilar. Haqiqatda ham ranglari qorayroq qolgan, o'ta oriq ekanlar. Aka o'sha 200 mingga dedim, kuritoq oling dedim. Bari kuritoq olasiz desam, ya qo'shnimda kuritoq bor ekan, beraman dedilar. Aka dedim, men dedim, u narsani gapirsam dedim, palonchiga men narsa berganman desam, sizga yetib borguncha dedim, ancha vaqt ketib qoladi dedim. Lekin qo'shningiz dedim, paytganda men uni kuritmas, jo'jalariga men sababchi bo'lgan kuritoq men berganman desa, yoningizda eshitib qolasiz, siqilib qolasiz. Undan tilingizni qisma o'shani berib oling dedim. Men sizga prosta podarka qilib tuxum chiqaraman dedim. Chiqarayotganda nomerlarini aytib chiqardim. O'sha odam menga aytgan edi. Ilyosbek ostonasidan kirgizgani hazar qilardi odamlar deydi. Aravada yuraman deydi, kirgizgani hazar qilardi. Dorim bilan tirayman men. Qiziqaman, ko'rgani kiray desam, kirgizgisi kelmasdi. So'rashkisi kelmasdi men bilan. Buray so'raydi, netadi deb gina qilardi. Deb shuna deb qoldim. Men bitta video qildim, nomerlarini to'liq aytib, mana shu akamizga podarka deb turib shuni chiqardim. Ularga endi telefon qiluvchi ko'p bo'lganda. Telefon qiluvchi ko'p bo'lgan. O'sha inson suhbatdosh bo'ldi o'shangida. Suhbatdosh bo'ldi, telefon qilganda telefonda soatlab gapirishadi. Dardini ayta oladi. Bir ish qilsa muhokama qila oladi, suhbatdosh bor. U odam asli kasal bo'lmagan, suhbatdosh bo'lmaganligi uchun o'zimdan o'zi gaplashadigan qolgan. O'shuning uchun dard yengib qo'yganda u inson. O'sha narsa bo'ldi, gaplashdik 5 oyda o'zlari oyoqlaridan o'shadan Xorazmni ko'tarib kirib kelganlar. 5 oylik bo'lgan, tuxum berganman, jo'jalar chiqqan, 5 oydan keyin 5 oylik jo'jani ko'tarib keldilar o'shayda. Men o'zim promo efir qildim. Mahalla komissiyalari, mahalla raisi o'zlari o'sha shuncha doktorlar davolay olmaganini bitta tuxum bilan davolab qo'ygan, o'sha bolani men bir qo'lini ushlab salomaligini qilib kelay deb o'zlari mashinada olib kelibdilar akani. Endi bedib prosta sabab xolos-da. O'shuning uchun odamga hamisha agar choy ichsang ham bir mehmoningdan ham choy ich. Mehmonsiz choy ichmagan yaxshi-da. Qayda bo'lsa ham odamning suhbatdoshi bo'lgani yaxshi. Agar bitta tuxumga yo bir siqimbatga aldab, uni agar nima deydi? Aldash kerak yo'q-da, qisqasi bir siqimbat arzimaydi u narsani. Misol yaxshi chiqmadimi? Berish kerak unga. Halollab olaversin. Nima qilsa ham. Ha, shu shunaqa. Agar yolg'on narsa bo'lmasa kerak. To'g'ri. O'sha uchun videoga tushsanglar bo'laveradi. Hammasi umid bilan qiladi. Shunaqa. O'zi ham biz hech kim tanimadi. Oxiri Ilyos Beyni topib oldik. Izlab. Ammo Ilyos Beylar ham rosa gaplashibdi-da bular, ha? Bu Ilyos Beyni ko'pligini ayting. Yo'q, ha? Kimga tirpoqsa Ilyos Beyman deyapti. Kim o'yini ko'ramiz dedi. Videongizda chiqib ko'rmadingmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi ekan, uni bilmay qoladi. Haqiqiy ko'rib, mana bilib kelyapti. Yuzma-yuz gaplashamiz. O'zagan mana Ilyos akani oldiga keldik. Живой tirigini topdik. Живой tirigini topdik mana. Jiyani orqali topdik mana. Ashanga. Salomat bo'linglar, hammanglarga alangali salom. Ammo fonogramma ham ko'payib ketdi-da asli. Aka-ukalar, joningiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Endi hozir bu akalarimiz tuxumga zakaz qilishyapti, ammo men bor uzr. Nima deydi, ochitdan bergan yaxshi-da. To'g'ri. Joyingiz sog' bo'lsin. Hammangizga omad. Joyingiz sog' bo'lsin. Xo'rozlaringiz to'la yutaversin. Xo'rozlaringiz to'la yutaversin. Akalar, sizlarga ham omad. Xo'p, salomat Charchamaylik. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Omon bo'linglar. rahmat sizga katta.